Quyosh paneli olmoqchi bo'lgan tadbirkor, biznesmen, katta korxonalar bor akalarimiz uchun sizlardan qanaqa takliflar bor aka? Abdumalik aka, bizada quyosh paneli o'rnatmoqchi bo'lgan akalarga, biznesmen akalarga, korxona, zavod bor akalarga zo'r taklifimiz bor. Ular asosan 100 kilovat, 500 kilovat, 1 megavatlar o'rnatadi. Bu degan so'z katta rasxod qilishadi. Biz ularga tayyor gatovoy stansiyani taklif qilamiz. Aytaylik 100 kilovatini bizadan 310 million so'm atrofida olishligi mumkin. Ustaga bo'lsa 20 million, 30 million berishadigan bo'lsa, umumiy tayyor stansiya korxona egalariga 330 million, 340 million atrofida tushadi. Mana shu taklifni beramiz. Ya'ni tayyor stansiyani biz o'zimiz yig'ib beramiz, loyihasini ham qilib beramiz. Kerak bo'lsa 100 kilovatdan ortiq sotib olishadigan bo'lsa, ustasigacha topishga yordam beramiz. Xudo xolasa do'stlar, narxlar arzon bo'ladi, sifat yuqori bo'ladi. Biz turgan joy Toshkent shahri, ya'ni Get Green quyosh panellari o'ptim joyda turibmiz. Aka, zakaz berish uchun? Aka uzr, gapingizni yana bir narsa. Agar ustasi bo'ladigan bo'lsa, kelishsa, biza tayyor stansiyani yig'ib beramiz, ustasi bilan o'ziga olib, ko'rib olib ketishligi ham mumkin. Bemalol tanlab olish imkoniyati mavjud. Usta bilan kelsa bo'ladi. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.